هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Safat tefsiri 50. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Safat suresi 50. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Yani ehli cennet bir-biriga qarshi parang selishidi. Ulardan biri aytidi: "Mening bir do'stim bo'lib, u menga sen o'lgandan keyin terilishga haqiqiy ishonamsan? Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq" deydi. U birodarlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar?" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini dovzaxning o'ttirisida ko'rdi. U, ya'ni mu'min aytadi: "Alloh bilan qasamki, meni ozdirib halok qilg'ili tas qilib tikansan. Agar Rabbimning meni iymonida mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sen bilan birga do'zaxga hozir qilinganlardan bo'lardim. Tunji o'lgunimizdan boshqa o'lmamdiq, azobga duchor bo'lmamdiq." Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. İşligüçiler mushundoq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Jannat ahlining jam bo'lishi, ularning birining jahannamda azoblanayotgan dunyodagi do'sti bilan so'zlashishi va Alloh taolaning o'zini jannat ahlidan qilganligiga shukr qilishi to'g'risida. Alloh taolo bu oyatlarda jannat ahlidan xabar berdi. Ular jannatdagi ziyofatlarda, o'ltirishlarda hamrohlari va do'stlari bilan yemak-ichmaklarda jam bo'lib, esil o'rindiqlarda bir-biriga qarshib o'ltirib parang selishidi. Ular birining dunyodagi chaqlardagi ahvollari, ular bir-birining dunyodagi chaqlardagi ahvollaridan so'rashidi. Kütkichilar bo'lsa, ularning oldida yugurib yurib, ularga ko'zi ko'rib baxmagan, quloq anglamagan, insonning diliga kechib baxmagan yemak-ichmak, kiyim-kechak va boshqa esil nozik ne'matlarni keltirib turdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ulardan biri aytdi: "Mening bir do'stim bo'lib, ya'ni bu ahli iymon odamning dunyodagi chig'ida bir mushrik do'sti bor edi. U menga sen o'lgandan keyin terilishga, qiyomatga, hisob ilindiganga, mukofot va jazoning borligiga haqiqiy ishonamsan?" deydi. Ya'ni mushrik bu so'zni do'stining iymoniga hayron bo'lish, haqni inkor qilish, o'lgandan keyin terilishni yiroq sanash, Alloh taolaga kofir bo'lish va sarkashlik qilish yuzidan aytadi. Biz o'lib to'piga va quruq so'ngakka aylangan chaqda biz cho'qim qilmishlarimizdan hisob beramdiq va qilmishlarimizga yarasha mukofot va jazoga erishamdiq deydi. Mu'min jannatdagi hamrohlarga va do'stlarga: "Sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar?" deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini dovzaxning o'ttirisida lovuldab ko'yayotgan o't yolqini ichida ko'rdi.
u ya'ni mo'min kofirga xitob qilib turib aytadi: Alloh bilan qasamki, agar men sana itoat qilgan bo'lsam, sen meni ozdirib halok qilg'ili tas qilib tikansan. Agar Rabbimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sana o'xshash do'zaxning o'rtasida sen bilan birga azob ichida hozir qilinganlardan bo'lardim. Lekin Alloh taolo menga marhamat va rahmat qilib meni iymonga hidoyat qildi. Tavhidga yetakladi. Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdik, azobga duchor bo'lmamdik. Bu mo'minning so'zi bo'lib, Alloh taolo uningga jannatda, ya'ni izzat ikrom yurtida mangu turishni ato qilganlikdan jannatda o'lim va azobning yo'qligiga xo'shal bo'lib, o'z-o'ziga shundoq deydi. Bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir. Hasan Basri mundaq deydi: Jannat ahli o'limning har qanday noz ne'matni uzib qo'ydiganligini biladi. Shunga ular tunji o'lganimizdan boshqa o'lmamdik, azobga duchor bo'lmamdik deydi. Ularga yo'q deb javob berildi. Ular bu, ya'ni ahli jannat erishgan ne'mat haqiqatan zo'r baxtdir deydi. İşligüçiler muşundaq zo'r baxtga erishish uchun ishlasin. Ibn Jarir bu Alloh taolaning so'zi bo'lib, uning ma'nosi ishligüçiler dunyoda oxiratdagi mushundaq noz ne'matga, zo'r baxtga erishish uchun ishlasin degandan iborat deb bayon qildi. İsrail avlodidan bo'lgan ikki odamning qissasi to'g'risida. Ulamolar İsrail avlodidan ishlarida shirik ikki odamning qissasini bayon qildi. Bu qissaning mazmuni bu oyat karimning umum ma'nosining doirasiga kirdi. Abu Ja'far ibn Jarir, Furat ibn Su'laba Bahronidan Alloh taolaning mening bir do'stim bo'lib degan oyati haqida rivoyat qilib mundaq deydi: Shek shubhisizki ishlarida shirik ikki odam bor edi. U ikkisi 8000 tilloga erishdi. İkisidan birining hunari bor, yana birining hunari yo'q edi. Hunari bor odam hunari yo'q odamga: Sening hunaring yo'q. Shuning uchun pulni bo'lishib bo'lib, sendan ayrilib ketishni qaror qildim deydi. Andan ular pulni bo'lishib ayrilib ketdi. Heliqi hunari bor odam o'lib ketgan podshohning qasirini 1000 tilloga setib oldi. Andan u do'stini chaqirib, qasrni uning ko'zitib turib, bu qasrni 1000 tilloga setib oldim. U qandaqroq ekan deydi. Do'sti uningga: Nihoyat chiroyli ekan deydi. Andan u sirtga chiqqandan keyin: Ey Alloh, bu do'stim haqiqatan bu qasrni 1000 tilloga setib olibdi. Men sendan jannatning qasrlaridan bir qasrni berishingni so'rayman deydi-da 1000 tilloni sadaqa qildi. Bir mezgil o'tgandan keyin eliq hunarvan 1000 tillo chiqim qilib xotin oldi va tamoq tayyorlab do'stini mehmondochilikqa chaqirdi. U uyga kelgandan keyin: Men bu xotinni 1000 tillo hajlab oldim deydi. Do'sti: nima degan yaxshi deb qaytib chiqqandan keyin: Ey Alloh, do'stim haqiqatan 1000 tillo sarf qilib xotin ilibdi. Men sendan shahlo ko'zlik hurlardan bo'lgan xotin berishingni so'rayman deydi-da 1000 tillo sadaqa qildi. Yana bir mezgil o'tgandan keyin eliq hunarvan 2000 tilloga 2 bog' setib oldi. Ondan u do'stini chaqirib, uningga bog'larini ko'zitib turib: Men bu 2 bog'ni 2000 tilloga setib oldim deydi. Do'sti: nima degan yaxshi deydi.
u bog'dan yenib chiqqandan keyin, ey Rabbim, do'stim 2000 tillarga 2 bog' setibdi. Men sendan jannatning bog'laridan 2 bog' ato qilishingni so'rayman deydi-da, 2000 tilla sadaqa qiladi. Ondan jon olg'uchi farishta kelib, har ikkisining jinini oladi. Sadaqa bergichini elib menib, uni qarg'uvchini maftun qiladigan esil bir qasrga elib kirdi. Qasrga kirishiga chiroyliqligidan atrofdagi narsalar yo'rib ketgidek bir sohib jamol ayol uni qarshi oladi. Ondan uni ichida nima borligini faqat Alloh taoloni biladigan 2 boqqa elib kirdi. Shu chaqda u bu narsalar bir odamning palon narsalarga o'xshab turdi-ku deydi. Farishta: "Ko'rganlaring rostdir. Bu qasr, bu 2 bog' va bu xotin sana berildi" deydi. U: "Mening bir do'stim bor edi. U menga sen haqiqiy ishonamsan deydi. Onunğa senin u do'sting do'zaxda deyildi. La ilahe illalloh Muhammedur Rasululloh. U birodarlarga, sizlar uni, ya'ni do'stimni ko'ramsizlar deydi. U qarabla uni, ya'ni kafir do'stini do'zaxning o'ttirisida ko'rdi. Mu'min shu chaqda: Alloh bilan qasamki, agar men sana itoat qilgan bo'lsam, sen meni ozdirib halok qilg'il tas qilib tikansan. Agar Rabbimning meni iymonimda mustahkam qilishdan iborat marhamati bo'lmagan bo'lsa, albatta men sana o'xshash do'zaxning o'ttirisida sen bilan birga azob ichida hozir qilinganlardan bo'lardim deydi. Bu ya'ni jannatning ne'matlari yaxshi ziyofatmi yoki zaqqum darximi? Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Shubhisizki u jahannamning qahrida o'sadigan daraxtdir. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Ular shubhisiz shu mevalardan yeydi. Uning bilan qo'saqlarini to'yg'izdi. Ondan ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashmasini ichdi. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim do'zax bo'ladi. Ular haqiqatan ota-bobolarni gumroh bildi. Ular ota-bobolarining izlaridan yugurdi. Zaqqum darxi va uningdan yeydiganlarning bayoni to'g'risida Alloh taolo jannatdagi tilga ilingan bu nozik ne'matlar, ya'ni jannatdagi yemak-ichmaklar, ayollar va boshqa lazzatli shirin narsalar yaxshimi yoki jahannamdagi zaqqum darximi deydi. Ya'ni ular zaqqum darxidan yeydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: "Ondan sizlar, ey qayta terilishni inkor qilguvchi gumrohlar, cho'qim zaqqum darxidan yeysizlar." Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Zaqqum darxi zikr qilinganda gumrohlikdagi kishilar Muhammad sizlarga do'zaxda daraxt bor deb xabar qiladi. Amaliyotda o't daraxtni ko'ydirib tashlaydigan tursa, deyishib fitna qilishdi. Ondan Alloh taolo bu oyatni nozil qildi. Shubhisizki u jahannamning qahrida o'sadigan daraxtdir. Ya'ni o'tdan yaratilgan, o'tdan o'sadigan daraxtdir. La ilaha illalloh Muhammedur Rasululloh. Mujahid mundaq deydi: Zaqqumni biz zolimlar, ya'ni gumrohlar uchun oxiratda azob qildik degan oyat nozil bo'lganda, la'nati Abu Jahil zaqqum faqat xormi bilan qaymoqdan iborat, men uni yutib keta olayman dedi. Mening qarshimcha, ya'ni Ibn Kasir, bu oyatning ma'nosi: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz faqat kishilarni sinash, kimning haqqi ishinib, kimning uni inkor qiladiganligini ayirish uchun
zaqqum daraxining xabarini sana yetkizdik deganlikdir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Biz sana Miraj kechisi osmon zimindagi ajoyiblardan ko'rsatgan ko'rinishni, Qur'ondagi la'nat qilingan daraxtni, ya'ni Qur'onda zikr qilingan zaqqum daraxtini faqat kishilar uchun sinoq qildik. Biz ularni, ya'ni mushriklarni qo'rqitamiz. Bizning qo'rqitishimiz ularning yo'lsizligini texmi kuchaytirdi. Şübhisizki u cehennemnin qahrida o'sadigan daraxtdir. Ya'ni u daraxt aslida o'tning ichidan o'sib chiqadi. Uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. U daraxtning mevasini yegichilik, ko'ztish, u daraxtning mevasini yirginchlik, ko'ztish va uni tilga ilishdan saskandirish uchun Allah Teala onu şeytanlarının başlarına okşattı. Gerçi şeytanlarının siyaqı hitap kılınğıçılarga tonuşluk bolmusu mu? Lekin kişilerinin eniga şeytanlarının görünüşünü intayin qabih degan hukm sınıp ketkendir. Ular şübhisiz şu meyvelerden yeydi. Onun bilen qosaqlarını toyg'izdi. Allah Teala ularning bu daraxtning mevalaridan yeydiganligini bayon qiladi. Davzaqda uningdan yerginishlik, kishini uningdan saskandiradigan hech bir daraxt yo'qdir. Uning ustiga u daraxtning mevalarining ta'mi lavza, puruqi sesiq, tabiati nachardir. Lekin ular uningdan yeyishga cho'qim majburlandi. Chunki davzaqda ular uningdan boshqa yegidak hech narsa topolmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ular uchun zarridan, ya'ni badbo'y achchiq tikandan boshqa yemaklik bo'lmaydi. Zari kishini samirtmaydi. Ochliqni pasaytmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Andın ular uning ustiga yiring bilan qaynoq suvning aralashmasini ichdi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, ya'ni ular zaqqumning ustiga qaynoq suv ichdi degan. U yana bir rivoyatda qaynoq suvning aralashmasini ichdi degan. Boshqalar ular o'zlarining avratlaridan va ko'zlaridan iqib chiqqan yiring aralashtirilgan qaynoq suvni ichidi deb tafsir qildi. La ilaha illalloh. İbn Abu Hatem Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Agar ahli dozaq ichi qab ketsa, zaqqum daraxtini talab qilib akeldirib uningdan yeydi. Ondan ularning yuzlarining terilari zaqqumning ta'siridan so'yilishga boshlaydi. Agar davzaqda ularni to'niydigan birasi ularning yenidan o'tib qolsa, u albatta ularning yuziga qarabla ularning zaqqumdan yeganligini bilib oladi. Ondan ular ussab ketadi va suv talab qilib nola qilishadi. Ularga madan eritmasiga o'xshash eng yuqori haroratlik suv berildi. Ular suvni eg'izlariga yaqin opirishiga suvning qisiqligidan ularning yuzlarining terilari tushib ketadi. Go'shtlarini ko'ydirib kavob qilib yetadi. Uni ichgandan keyin u suv qo'saqlaridagi uchay bag'rilarini eritib tashlaydi. Ular uchaylari eqiyotgan, terilari tushayotgan holda mangadi. Ondan ular temir to'qmoqlar bilan urildi-da, har bir a'zo ugillaridan ajrab ketib tushdi. Shuning bilan ular qattiq noli faryod chekdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ondan ularning qaytadigan joyi cho'qim davzaq bo'ladi. Ya'ni bu hukmdan keyin ularning boradigan joyi paraslab ko'yayotgan o't, lavuldab yinayotgan davzaq bo'ladi. Birde zaqqum ve qaynoq suv bilan azaplansa, yana birde o't bilan ko'ydirilib azaplandı.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular devzaq bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Ular haqiqatan ota-bobolarni gumroh bildi. Ya'ni bizning ularni faqat mundaq jazolashimiz shuning uchundirki, ularning ota-bobolari gumrohlik ichida edi. Ular ota-bobolarini shu gumrohlik yo'lida topgan bo'lg'achqa, hech qanday dalil pokisizlar ota-bobolarining gumroh yo'liga ergashdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular ota-bobolarining izlaridan yugurdi. Ya'ni galvonlarcha yugurdi. Ulardan ilgari burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarning to'lisi haqiqatan ozdi. Biz ularga haqiqatan ogohlantiruvchilarni, ya'ni payg'ambarlarni avatdik. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qanday bo'ladiganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Alloh taolo bu oyatlarda ilgari o'tgan ummatlarning ahvolidan xabar berdi. Ularning to'lisi ozg'on va Alloh taologa butlarni shirik keltirib iloh qilib olgan edi. Alloh taolo ularga Alloh taolaning azobidan ogohlantiradigan payg'ambarlarni avatganligini, payg'ambarlar ularning ichidan Alloh taologa kofir bo'lgan va Alloh taolodan boshqa narsaga cho'qingan kishilarni Alloh taolaning azobi va qahridan ogohlantiradiganligini bayon qildi. Ular o'zlariga kelgan payg'ambarlarga qarshilik qilishda va ularni inkor qilishda bakmi haddidan oshdi. Shunga Alloh taolo payg'ambarlarni inkor qilguvchilarni halok qilib, ularni jazoladi. Mu'minlarni qutqizdi. Ularga yordam berdi va ularni g'alabaga erishtirdi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ogohlantiruvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Lekin Allohning sodiq bandalari azobdan qutuldi. Alhamdulillah. Yuqorida Sura Saffat tafsiridan 74-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qatamliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.